Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 22 noyabrgacha 4 ta ma'lumotnomani tayyorlab qo'ymasangiz, sizga tegishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar, imtiyozlar yoki qayta hisob kitob pullaridan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu masala faqat bitta toifa odamga emas, juda ko'p oilalarga, pensionerlarga, nogironligi bor fuqarolarga, kam ta'minlangan oilalarga, talabalarga, bolali ayollarga va rasmiy daromadi o'zgarib turgan odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda ko'p ko'raman, odam pul olish huquqiga ega bo'ladi. Lekin birgina ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagani uchun tizim uni hisobga olmaydi. Natijada odam menga nega chiqmayapti deb yuradi. Lekin muddat o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni yaqinlaringiz ham ko'rishi kerak. Endi masalaning o'ziga o'tamiz. Avvallari ko'p hollarda odamlar qo'shimcha to'lovlar, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya olish uchun alohida idoralarga borib qog'oz yig'ardi. Mahalla tibbiyot muassasasi, ish joyi, soliq organi, pensiya bo'limi, bank, kadastr yoki o'quv muassasasidan ma'lumotnoma so'ralardi. Kimdir bilardi, kimdir bilmasdi. Kimdir muddatda topshirardi, kimdir keyin qilaman deb qo'yardi. Natijada bir xil huquqqa ega ikki odamdan biri pul olardi, ikkinchisi esa ola olmasdi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi. Lekin muammo shundaki, hamma ma'lumot ham avtomatik to'g'ri chiqavermaydi. Ba'zan tizimda ish haqi noto'g'ri ko'rinadi. Oilaviy tarkib yangilanmagan bo'ladi. Nogironlik muddati eski holatda turadi. Talabaning o'qishi haqida ma'lumot kiritilmagan bo'ladi. Yoki bola parvarishi, aliment ijarada yashash, qarovga muhtojlik kabi holatlar umuman aks etmaydi. Shu sababli men 22 noyabrgacha aynan 4 turdagi ma'lumotnomani tekshirib, kerak bo'lsa olib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu sana nega muhim? Chunki ko'p hollarda yil yakuni oldidan to'lovlar, qayta hisob kitoblar, ijtimoiy ro'yxatlar, kompensatsiya ajratish, ariza ko'rib chiqish va budjet mablag'larini yopish jarayonlari aynan shu davrda faollashadi. Agar sizning hujjatingiz kechiksa, keyingi oyga, keyingi chorakka yoki hatto keyingi yilga qolib ketishi mumkin. Eng yomon tomoni, ba'zi to'lovlar orqaga qaytarib berilmaydi. Faqat hujjat topshirilgan kundan boshlab hisoblanadi. Eng birinchi tekshiradigan hujjat bu oilaviy tarkib va yashash manzili haqidagi ma'lumot. Oddiy ko'rinadi, lekin juda ko'p to'lovlar aynan shu ma'lumotga bog'liq. Kam ta'minlangan oila sifatida yordam olish, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, ayrim kommunal kompensatsiyalar, ijtimoiy daftarlar bo'yicha yordamlar, hatto ba'zi hollarda kontrakt to'lovi yoki davolanishga yordam masalasida ham oilada nechta odam yashashi, kimning daromadi borligi, kim qaramog'ida ekanligi muhim bo'ladi. Masalan, bir oilada ona, ota va 3 nafar bola yashaydi. Otaning rasmiy ish haqi 2.800.000 so'm, ona ishlamaydi. Bolalardan biri maktabda, biri bog'chada, biri 2 yoshda. Agar tizimda oilada 5 kishi ko'rinsa, daromad jon boshiga bo'linadi va oila yordamga haqli bo'lishi mumkin. Lekin agar eski ma'lumotda faqat ota va ona ko'rinib qolgan bo'lsa, tizim 2.800.000 so'mni 2 kishiga bo'lib, daromad yetarli deb chiqarishi mumkin. Natijada oila aslida yordamga muhtoj bo'lsa ham rad javobi oladi. Yana bir misol. Qiz turmushga chiqqan, lekin ro'yxatdan chiqmagan. U ota-onasining manzilida turibdi deb ko'rinadi. Ota-onasi moddiy yordamga ariza beradi. Tizim qizning turmush o'rtog'i daromadini yoki qizning ish haqini oilaga bog'lab qo'yishi mumkin. Shunda ota-onaning arizasi rad etiladi. Odamlar esa biz bilan yashamaydi-ku deb hayron bo'ladi. Shuning uchun oilaviy tarkibni faqat qog'oz uchun emas, real hayotingizga mos kelishi uchun tekshirish kerak. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Yaqinda turmush qurganlar, ajrashganlar, yangi farzandli bo'lganlar, farzandi boshqa joyda o'qiyotganlar, ota-onasi bilan birga ro'yxatda turib, lekin alohida yashayotganlar, ijarada yashovchilar, uyga kelin tushirganlar, oilada vafot etgan shaxs bo'lsa, yoki kimdir boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, bunday holatlarda oilaviy tarkib eskicha qolib ketishi juda ko'p uchraydi. Bu ma'lumotni qayerdan olish mumkin? Odatda MyPay.uz orqali elektron shaklda tekshirish, mahalla fuqarolar yig'ini orqali aniqlashtirish, migratsiya va pasport bo'limi ma'lumotlari bilan solishtirish mumkin. Agar xatolik bo'lsa, shunchaki tizim noto'g'ri deb kutib o'tirmang. Fuqarolik pasporti yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi
guvohnoma, ajrim haqidagi hujjat, vafot etganlik guvohnomasi, ijara shartnomasi yoki real yashash joyini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab, ma'lumotni to'g'irlash bo'yicha murojaat qiling. Ikkinchi muhim hujjat bu daromad haqida ma'lumotnoma. Juda ko'p qo'shimcha to'lovlar odamning daromadiga qarab belgilanadi. Sizning oilangiz kam ta'minlangan deb topiladimi? Bolalar nafaqasi chiqadimi? Subsidiyaga arizangiz o'tadimi? Kredit yoki kontrakt bo'yicha imtiyoz olasizmi? Ayrim moddiy yordamlar beriladimi? Bularning barchasi daromad masalasi asosiy o'rinda turadi. Lekin bu yerda katta noziklik bor. Tizim har doim ham sizning hozirgi real daromadingizni ko'rsatmaydi. Masalan, odam 3 oy oldin yaxshi maoshli ishda ishlagan, keyin ishdan bo'shagan. Tizimda esa oxirgi davrdagi maosh hali ham ko'rinib turadi. Yoki aksincha, odam yaqinda ishga kirgan, lekin uning daromadi hali tizimga tushmagan. Yana bir holat, xodimga bir oyda mukofot puli berilgan, masalan 6 million so'm. Keyingi oylar odatiy ish haqi 2 million so'm. Ariza ko'rilayotgan paytda o'sha mukofot daromad sifatida hisoblanib, oilani imtiyozdan chiqarib yuborishi mumkin. Men ko'rgan oddiy misol, ayol 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i aliment to'lamaydi. O'zi tikuvchilik sexida ishlaydi. Ish haqi rasmiy 1 million 700 ming so'm. Bir oy ish ko'p bo'lgani uchun 3 million so'm olgan. Bolalar nafaqasiga ariza berganda tizim oxirgi daromadni yuqori ko'rsatgan va rad javobi kelgan. Ayol ish joyidan oxirgi 6 oy bo'yicha daromad tafsilotini olib, o'rtacha daromadni tushuntirib qayta murojaat qilgandan keyin arizasi ijobiy ko'rilgan. Demak, bitta ma'lumotnoma vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Daromad ma'lumotnomasi ayniqsa kimlarga kerak? Ishdan bo'shaganlar, yangi ishga kirganlar, dekret ta'tilidagi ayollar, mavsumiy ishlaydiganlar, kunlik ishda yuradiganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, aliment olayotgan yoki olmayotgan shaxslar, pensiya bilan birga qo'shimcha ishlayotganlar. Agar daromadingiz barqaror bo'lmasa, siz albatta bu hujjatni tekshirishingiz kerak. Bu hujjatni ish joyidan buxgalteriya orqali, soliq tizimidagi shaxsiy kabinetdan, may.kubuz orqali, ayrim hollarda bank aylanmasi va mehnat shartnomasi bilan tasdiqlash mumkin. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlik organida ro'yxatda turishingiz ham muhim bo'lishi mumkin. Chunki ayrim yordamlar uchun ishlamaydi degan gapning o'zi yetmaydi. Ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tgan degan holat talab qilinadi. Shuning uchun bandlik markaziga murojaat qiling, ro'yxatga olinganligingizni tekshiring. Kerak bo'lsa ma'lumotnoma oling. Uchinchi hujjat ijtimoiy holatingizni tasdiqlaydigan ma'lumotnoma. Bu pensiya olishingiz, nogironlik darajangiz, bola nogironligi, qarovga muhtoj shaxs borligi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, yolg'iz pensioner maqomi yoki doimiy parvarishga ehtiyoj kabi holatlarga tegishli. Bu hujjat nega qo'shimcha to'lovlarga ta'sir qiladi? Chunki ayrim to'lovlar oddiy fuqaroga emas, aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga beriladi. Nogironligi bor shaxsga kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiya, dori-darmon uchun yordam, reabilitatsiya vositalari, sanator yo'llanmasi, transport imtiyozi, parvarish puli. Pensiyaga qo'shimcha ustama yoki mahalliy budjetdan bir martalik yordam berilishi mumkin. Lekin tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinsa yoki qayta ko'rik ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, odam avtomatik ravishda ro'yxatdan tushib qoladi. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro har oy ma'lum kompensatsiya olib kelgan. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tgan, nogironlik uzaytirilgan. Lekin ma'lumot elektron bazaga kech tushgan. Shu orada to'lov to'xtagan. Odam mening hujjatim bor-ku deydi. Ha, hujjat bor. Lekin to'lovni ajratadigan tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, pul yurmaydi. Shuning uchun qog'ozdagi qaror, elektron tizimdagi ma'lumot va pensiya bo'limidagi hisob bir-biriga mos bo'lishi kerak. Yana bir misol. Keksa ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. U nafaqat pensiya, balki yolg'iz keksalarga beriladigan qo'shimcha yordamga ham haqli bo'lishi mumkin. Lekin oilaviy tarkibda farzandi shu manzilda turibdi deb ko'rinsa, u yolg'iz deb tan olinmaydi. Bu yerda birinchi ma'lumotnoma bilan uchinchi ma'lumotnoma bir-biriga bog'lanadi. Shu sababli men har doim aytaman, bitta hujjatni emas, butun holatingizni tekshiring. Bu toifadagi hujjatlar uchun pensiya jamg'armasi bo'limi, ijtimoiy himoya organlari, tibbiy komissiya, oilaviy poliklinika, mahalla va may.gov uz orqali ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Qo'lingizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumot, tibbiy xulosa.
parvarish talab etilishi haqidagi hujjat, bola nogironligi bo'yicha qaror, boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari bo'lishi kerak. Agar muddatli nogironlik bo'lsa, muddat tugash sanasini albatta tekshiring. Hali vaqt bor deb yurmang. Qayta ko'rib kechiksa, to'lov ham kechikadi. 4-hujjat aslida bir nechta hayotiy holatni qamrab oladi, lekin mazmuni bitta. Sizning qaramog'ingizda kim bor va u shaxsning maqomi qanday? Bu talaba farzand, voyaga yetmagan bola, aliment to'lanishi yoki to'lanmasligi, bola parvarishi, farzandning bog'cha yoki maktabga qatnashi, homiladorlik, dekret ta'tili, o'qish shakli kabi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ko'p oilalarda asosiy muammo shu yerda chiqadi. Masalan, farzand 19 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi bo'limda o'qiydi. Ayrim yordamlar va hisob-kitoblarda u hali ota-onaning qaramog'idagi talaba sifatida inobatga olinishi mumkin. Lekin o'quv muassasasi ma'lumoti tizimga kiritilmagan bo'lsa, u katta yoshli, mustaqil shaxs sifatida ko'rinadi. Natijada oilaning jon boshqa daromadi boshqacha hisoblanadi yoki imtiyoz rad etiladi. Yana bir misol. Ayol ajrashgan, 2 bolasi bor. Sud aliment belgilagan, lekin sobiq turmush o'rtog'i to'lamaydi. Tizimda esa aliment hisoblangan deb ko'rinishi yoki umuman bu holat ko'rinmasligi mumkin. Agar ayol majburiy ijro byurosidan aliment qarzdorligi haqida ma'lumot olsa, bu uning real daromadi yo'qligini ko'rsatadi. Aks holda komissiya yoki tizim aliment olish kerak deb hisoblab, oilaning ehtiyojini noto'g'ri baholashi mumkin. Bola bilan bog'liq ma'lumotlarda ham xatolar ko'p. Tug'ilganlik guvohnomasi rasmiylashtirilgan, lekin bola oilaviy tarkibga qo'shilmagan. Bola bog'chaga boradi, lekin ota-ona bog'cha to'lovi uchun kompensatsiya yoki imtiyoz so'raganda ma'lumot chiqmaydi. Talaba kontrakt asosida o'qiydi, oilasi kam ta'minlangan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olinmagani uchun mahalla yoki tegishli organ uni hisobga olmaydi. Shuning uchun qaramog'ingizdagi har bir shaxs bo'yicha hujjat aniq bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlarni olish uchun maktab, kollej, texnikum, universitet, bog'cha, FHDYO, majburiy ijro byurosi, mahalla va MyPod kabi o'z xizmatlaridan foydalanish mumkin. Talaba bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Aliment bo'lsa, sud qarori va ijro hujjati, to'lov bor yo'qligi yoki qarzdorlik haqida ma'lumot oling. Bola yangi tug'ilgan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va ro'yxatga qo'yilganini tekshiring. Dekretdagi ayollar ish joyidan ta'til haqidagi buyruq nusxasi yoki tegishli ma'lumotnomani olib qo'ysin. Endi men buni aniq ajratib beraman. Hamma ham vahima qilib hamma idoraga yugurishi shart emas. Agar sizning daromadingiz barqaror, oilaviy tarkibingiz o'zgarmagan, hech qanday ijtimoiy to'lovga ariza bermayapsiz, nogironlik, pensiya, aliment, talaba farzand, subsidiya, bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi masalalaringiz bo'lmasa, sizga faqat ma'lumotlaringizni elektron tarzda tekshirib qo'yish kifoya bo'lishi mumkin. Lekin quyidagi holatlardan bittasi bo'lsa ham men kutmaslikni maslahat beraman. Yaqinda ariza topshirgan bo'lsangiz, rad javobi olgan bo'lsangiz, oilangizda daromad kamaygan bo'lsa, ishdan bo'shagan bo'lsangiz, farzand tug'ilgan bo'lsa, talaba farzandingiz bo'lsa, nogironlik muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, pensiya qayta hisob kitobini kutayotgan bo'lsangiz, ijarada yashasangiz, uy joy subsidiyasiga hujjat topshirgan bo'lsangiz yoki mahalladan yordam olish niyatingiz bo'lsa, 22 noyabrgacha hujjatlarni tekshirib chiqing. Bu yerda eng katta xato, odamlar meni hamma taniydi, mahalla biladi, hujjat shart emas deb o'ylaydi. Yo'q, hozir ko'p qarorlar hujjat va elektron ma'lumot asosida qabul qilinadi. Mahalla sizni yaxshi bilishi mumkin. Lekin tizimda oilangiz daromadi boshqacha ko'rinsa, komissiya ham qiynaladi. Yoki aksincha hujjatingiz bor, lekin elektron bazada yo'q. Shuning uchun ikkala tomon ham mos bo'lishi kerak. Birinchi nozik shart, ma'lumotnoma yangi bo'lishi kerak. Ko'p joylarda 1 oy, 3 oy yoki aniq muddat ichida olingan ma'lumot talab qilinadi. Sizda eski ma'lumotnoma bo'lsa, u ma'lumot sifatida foydali. Lekin ariza uchun qabul qilinmasligi mumkin. Shuning uchun 22 noyabrgacha olaman deganda, shunchaki eski qog'ozni topish emas, amaldagi holatni tasdiqlovchi yangi hujjatni tayyorlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSHIR, pasport seriyasi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tizim ma'lumotni bog'lamaydi. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin ish joyida eski pasport ma'lumoti turibdi. Yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan. Lekin diplom, o'qish joyi yoki bank ma'lumotlarida eski familiya qolgan.
Bunday mayda xato ham katta to'lovni to'xtatib qo'yishi mumkin. Uchinchi nozik jihat daromad faqat ish haqi emas. Bank kartasiga tushgan pul ijara daromadi. Tadbirkorlik tushumi o'zini o'zi band qilishdan olingan daromad, aliment, pensiya, stipendiya, nafaqa ham ayrim hisob-kitoblarda inobatga olinishi mumkin. Shuning uchun ariza berayotganda men ishlamayman deb yozish yetarli emas. Sizning nomingizga kirimlar bo'lsa, ularni tushuntira olishingiz kerak. Masalan, qarindoshingiz davolanish uchun pul o'tkazgan bo'lsa, bu doimiy daromad emasligini izohlash kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Ro'yxatda turish bilan real yashash joyi farq qilsa, muammo chiqadi. Ayniqsa ijarada yashovchilar, boshqa viloyatda ishlayotganlar, talabalarning ota-onasi, ajrashgan oilalar bu masalaga e'tibor bersin. Ba'zi yordamlar doimiy ro'yxat bo'yicha, ba'zilari vaqtincha yashash joyi bo'yicha ko'riladi. Shuning uchun qayerga murojaat qilishni oldindan aniqlang. Aks holda bitta idora siz bizning hududda emassiz deydi. Boshqasi esa siz bu yerda yashamaysiz deydi. 5-nozik jihat ariza topshirilgani pul tayinlandi degani emas. Ariza qabul qilinadi. Keyin ma'lumotlar tekshiriladi, keyin qaror chiqadi. Siz ariza berganingizdan keyin ham holatini kuzatishingiz kerak. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, uni vaqtida olib bormasangiz, kendi ariza yopilishi yoki rad etilishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizga tegishli barcha to'lov va imtiyozlarni yozib chiqing. Masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, pensiya, nogironlik to'lovi, subsidiya, kommunal kompensatsiya, aliment, stipendiya, kontrakt imtiyozi, parvarish puli. Qaysi biri sizga tegishli bo'lishi mumkinligini aniqlang. Ikkinchi qadam, oilaviy tarkibni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz bilan My.gov orqali kirib ko'ring, mahalladan ham aniqlashtiring. Oilada kimlar ro'yxatda, kimlar real yashaydi, kim ketgan, kim qo'shilgan, hammasini solishtiring. Agar yangi bola tug'ilgan bo'lsa, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, vafot holati bo'lgan bo'lsa, hujjatlarni olib boring va ma'lumotni yangilang. 3-qadam, daromadlaringizni tekshiring. Ish joyingizdan oxirgi 6 oy yoki talab qilingan davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasini oling. Agar ishdan bo'shagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi bekor qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik organiga murojaat qiling. Agar o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, soliqdagi holatingizni tekshiring. Agar mavsumiy daromad bo'lsa, buni tushuntiruvchi hujjatlarni tayyorlang. 4-qadam, ijtimoiy maqomingizni tasdiqlang. Pensioner bo'lsangiz, pensiya turi va miqdori bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Nogironlik bo'lsa, muddati guruhi qayta ko'rik sanasi. Elektron bazada ko'rinishi muhim. Qarovga muhtoj odam bo'lsa, tibbiy, xulosa va parvarish holatini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Yolg'iz keksa yoki boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, shu maqomni tasdiqlovchi hujjatlar to'liq bo'lsin. 5-qadam, farzandlar va qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Talaba farzand uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Voyaga yetmagan bola uchun tug'ilganlik guvohnomasi va ro'yxat ma'lumotini tekshiring. Aliment masalasi bo'lsa, sud qarori, ijro hujjati, qarzdorlik yoki to'lov ma'lumotini oling. Dekret ta'tilida bo'lsangiz, ish joyidan buyruq yoki ma'lumotnoma oling. 6-qadam, ariza matnini aniq yozing. Yordam kerak deb yozmang. Masalan, oilaviy tarkibim yangilanmagani sababli bolalar nafaqasi hisob-kitobida xatolik bo'lmasligi uchun ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Yoki oxirgi 3 oyda ish joyimdan bo'shaganim sababli daromadim kamaygan. Shu holatni inobatga olib qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, shir ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati bo'lsin. 7-qadam, topshirgan hujjatingizni izsiz qoldirmang. Ariza raqamini oling. Elektron murojaat bo'lsa, skrinshot yoki raqamni saqlang. Qog'oz topshirsangiz, qabul qilingan sanani belgilating. Keyin yo'qolib qoldi degan holat bo'lmasligi uchun har bir murojaatning dalili sizda tursin. Bu juda oddiy, lekin keyinchalik eng kuchli himoya bo'ladi. Men bugun aytgan 4 ta asosiy ma'lumotnoma, oilaviy tarkib va yashash manzili, daromad va ish haqi, pensiya yoki nogironlik kabi ijtimoiy maqom hamda farzandlar, o'qish, aliment va qaramog'dagi shaxslar bo'yicha ma'lumotlardir. Aynan shu hujjatlar ko'p hollarda qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va imtiyozlar taqdirini hal qiladi. 2 noyabrgacha vaqtni boy bermang. Hujjatlarni tekshiring, xatolarni tuzating, kerakli ma'lumotnomalarni oling.
Arizangizni aniq yozing va murojaatingiz raqamini saqlab qo'ying. Birgina e'tiborsizlik sabab sizga tegishi mumkin bo'lgan pul boshqa oyga qolishi yoki umuman chiqmay qolishi mumkin. Sizda shu mavzu bo'yicha qanday holat bo'lgan? Qaysi ma'lumotnoma sabab to'lovingiz kechikkan yoki rad etilgan? Izohlarda yozib qoldiring. Men bunday vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi.